Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizor görüşçüler. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz, həmməlağı məlum boğandək, uzun yıllardan bu yan davam qılıvatqan proqramımızda millətimiz içindəki hər xil sahələdəki meyli siyasi, dini sahələdəki bolsun, mütəxəssislərini, siyasi fəaliyyət qılıvatqan şəxslərimizni təklif qılıb, xilma-xil mavzularda söhbət ötküzüb kelivatımız. Bugün şunun cümlesinden tünügün ilanımızda bəgəndək, əlbəttə, mühacirətdə, çət əldə siyasi, uzun yıllardan bu yan siyasi fəaliyyət qılıb kelivatqan təşkilatlarımızın biri bolğan Dünya Uyğur Qurultayının yeni rəisi Turğuncan Alavuddin bilan söhbət ötküzganlığımızı tünügün ilanında bəgəndik. Bugün mana bu fürsətdə huzurunuzda oturubduq, əlbəttə, yaqında həmməlağa məlum bolğandək oktyabrın axırında Bosniyada saylam ötküzüldü 8. növbətlik Qurultayının 8. növbətlik yığını ötküzülüb bu yerdə yeni rəis və ilgirki nurgun rəhbərlərinin orunu almışdı. Əlbəttə bu mühacir bulub mu Qərbdə küçlük fəaliyyət qılğan bir təşkilatının beşiğə yeni gələn rəis. Əlbəttə ilgiri biz xilma-xil mavzularda, istiqlalda Turğuncan əpəndi bilan söhbət qıldıq həmməlağa məlum bolğandək. Biz bugün yeni rəis sübütüdə təklif qıldıq özünü. Aldı bilan qimmatlik vaxtını çıxırıb ziyaretimizi qəbul qılğanlıq üçün köp rəhmət etimiz. Mən sizlərə köp rəhmət etdim. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz, proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq Naq Meydandan tarqıtılıvatıdır. Ekran alda çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif olsa, berişinlərdə şundaqla suallarınlar bolsa, soruşunlardan ümid qılımız və köplügən qeyrindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu həm unutmağızdır. Ondaqda başlayıb keçsək bir vasitə hörmətli Turğuncan əpəndim aldı bilən əlbəttə Qurultayının, Dünya Uyğur Qurultayının rəisi olub bu qətimki saylamda saylanğanlığınızı təbrikləyimiz xidmətinizdə siz və başqa rəhbərlik saylanğan məsullarının ki, millətimiz üçün, vətənimiz üçün yaxşı işlərini royapqa çıxırışığa tiləkdaşımız bunu bildirək. İkinci bulub əlbəttə sizinə yenidən siz kim o bu deyib onu sorab oturuşunu artıqçı deyib qarayım. Çünki ilgirmə nurgun qətim siz bilən söhbət ötküzdük istiqlalda. Mən adətdə istiqlalға tuncu qətim çağırğan mehmanımdan onunki kim ikənligini sorayım. Şunun üçün bu basqışını ötüb ketib bir vasitə söhbətimizdən negiziga kirib keçsək deyib qarayım. Çünki sizin dünyanın nurgun caylardakı xalqımız mı mühacirətdə uzun yıllık siyaset içinde boğallığımız üçün xilma-xil vəzifələrdə sizinlə tunuydu. Şunun üçün bunu ötüb ketib bu qətim bir vasitə birinci sualımğa siz bu qətimki Qurultayını və saylamını qandaq ötküzüldü deyib qaraysız və sizin rəislikə namzat buluş xiyalınız nədən başlandı deyib sorayım. Mərhəmət. Rəhmət, aldı bilən bana bolğan təbrikiniz və yaxşı tiləkləriniz üçün sizə və istiqlal əqibinə rəhmətimni bildirmən. Xoş. Mənim Dünya Uyğur Qurultayıga rəis buluş xiyalım şu 8. növbətlik Qurultayıga rəhbərlik heyətiga namzat buluş başlanışının 5 yıldan bu reis buluş benim xiyalımga geldi. Çünkü bu Dünya Qurultayıda ben qurğucu vekil, qurğucu əzası mən. Xoş. 2004-cü qurulğan vaxtdan tartib ta hazırga qədər mən hər xil vəzifələrini ötəb gəldim və üzlüksüz Dünya Uyğur Qurultayıda xidmət qılıb gəldim. Bu xidmət qılıq jarayonida sabiq reislər, muavir reislər və icraî komitet və hər qaysı komitetinin rəhbərləri bilan yaxşı quyuq münasibət ornatıb ularning təcrübələrini, ularning nurgun başını ötküzgən soğaqlarını anlap mən yuqarı derecede seviye tecrübeye eriştim. Yani ular bilan bir xizmat qilish jarayonida nurgun narsalarni o'rgandim. Siyasi ve ictimai jihatda
yeterlik derecede ma'lumotga erishdim. Shuning uchun bu qurultayga mening nomzod bo'lish birinchidan demokratik haqqim va shuningmi salohiyatimni to'liq to'shidi degan maqsad bilan men nomzodligimni e'lon qildim. Qurultayning yig'in ham savolning beshida qandoq o'tdi deb qaraysiz? Ham saylamni qurultayning qandoq o'tdi deb qaraysiz? Qurultayning bu qatimki saylimi demokratik şekilde, adil şekilde, demokratik sistemga uygun ve xalqaro seviyede yaxshi o'tdi. 27 devletten 176 vekil saylandı. 176 vekilinin 145 vekil qatnaşkan bo'ldi bu saylamga. Şunu bilen bu saylam adil şekilde 52 rehberlik heyetiga namzat bo'lgan namzatlarning qatnashi bilan bo'ldi. Bu namzatlar 34 qurultayning 34 raislikdan tortib ta shu komitetlarning mudirlarigacha 34 organga rehberler saylandi. Bu organga 52 kishi namzat bo'lgan. Bu 52 kişiden 34'imiz saylanıp çıktık. Bu saylamga bizning rehberlik heyetiga namzat bo'lmagan ve chet ellik bir qancha ve bazı teşkilatning adamları nazorat qildi. Nurg'un o'zimizning Uyg'ur teşkilatlaridan nazoratchi sifatida qatnashgan bo'ldi ve ondan başka chet elliklardan qatnashgan bo'ldi. Ve o saylam heyeti asaslıkmı şu namzat bo'lmagan, yani rehberlik heyetiga o'zini ko'rsatmagan insonlardan tarkib topgan bir saylam komiteti kurulup bu'la saylamga riyosatchilik qildi. Demek bu qatimki saylamda adil şekilde Uyg'ur xalqining zamonaviy davlat qurib mustaqil yashayalaydigan, yani cedel majrasız, yani adaletlik sistem kurup çıkalaydigan bundaq bir millet ekanligini bu qatim isbotladik. Xo'sh. Endi turg'un ben de müşahadamda bu qatim siz shu yolg'iz nomzod bo'lganligingiz sababli saylam bo'lishning oldi keyinda nurg'unlagan ijtimoiy fikr vositada har xil gaplar bo'ldi. Sizce yolg'iz nomzod bo'lishingiz, yani Dünya Uyg'ur qurultayidek bir tashkilotning ichida qurultayda rahbarlik kirisi bor deb tushunsak bo'lamdi. Yani başka, çünkü hech qanday birisi sizdan boshqa nomzod bo'lmaganligini anladik. Buni biroz tushuntirgan bo'lsangiz. Qurultayning rahbarlik qatlamida kriz bo'lmadi. Bu qurultayning raisi bo'lishning shartlari ig'ir. Xo'sh. Bu shartga tushadiganlar bek az qurultayning ichida. Bu shartga to'liq tushadiganlar ma'lum sabablar bilan o'zini nomzod qilmadi, nomzod ko'rsatmadi. Ama nomzod ko'rsatganlarning sharti bunga to'shmadi nomzod bo'lishga. Shuning uchun bu nomzodlik qabul qilinmadi. Shuning bilan bu nomzod faqatlam nomzod bo'lganlarning ichida mening shartim to'liq tushgan bo'ldi. Shuning bilan men yolg'iz nomzod bo'ldim. Bu hech qanday boshqa bir kriz bo'lib yoki bir talash tortish bo'lib yoki bir-biridan ranjish degandek bunda ahvollar bo'lmadi. Faqat shart tushganlar ma'lum sabablar, endi o'zining shaxsiy sabablar tufaylidan nomzodligini qo'ymagan bo'ldi. Degandek qo'yganlarning sharti to'shmadi. Xo'sh. Albatta u shartlarni deyil desak birmuncha vaqt ketishi mumkin. Mushundan bilan kifoyalanay. Ko'p rahmat. Endi sizning rahbarligingizdagi qurultayda endi siz vazifani ustingizga oldingiz. Qandaq yangi nishon planlarni ro'yobga chiqarmoqchisizlar hamda siz va sizningki atrofingizdagi mas'ullar. Bo'lib g'arb dunyosida har qaysi davlatlarda faoliyat qilayotgan bir tashkilot bo'lish sifatinglar bilan oldimizdagi
yıllardaki faaliyet, nişanlar hakkında biraz söz kılamsınız. Buluda elbette Dünya Kurultayı'nın ahırkı nişanı vatanimizde müstakil devlet kurup çıkış. Bunun her xil yolları var. Halkara seviyede bir davani ilip beriyotgan, faaliyet ilip beriyotgan bir teşkilat buluş süptimiz bilen bizning plan programmalarımız var. Bunu biz saylamdan keyin yapılış nutkumuzda e'lon qildik. Hoş. Bizning endi degandek hozir Dünya Kurultayı hozirgacha asosliq faoliyatlarini g'arb dunyosida ilib bordi. Çünkü g'arb dunyosi qo'llab keldi hozirgacha. Hoş. Bundan keyin bizning nişanımız, planlarımız şu özümüzün qarindosh islom ellariga ve başka Janubiy Amerika ve Afrika degandek Afrika devletleri mesela Ölüşkün Janubiy Afrika'ya berip bu yerde bir faaliyetlerini kılıp geldik. Biz sabık reisimiz Dünya Kurultayı'nın sabık reisi Doğukan Efendim ve ben Hoş. ve muavir reisimiz Zümrüt Erkin üçümüz bağlandık. Janubiy Afrika'nın parlament muavin başlık bilen görüştük. Ondan keyin bir İslam Partisi varken, o İslam Partisi'nin rehberi hazırki hükümette muavin ministerken o kişi bilen görüştük. Muhammed Ganif degen kişi bilen. Ondan başka yeni bir minister bilen görüştük. Afrika'daki Akdenliklerinin partisinin vekili o. Peter Günürnval degen kişi iken. O kişi ondan başka aşağıdaki yerlik halklarının partilerden hatta hükümetin partilerden bulup 10 neçe millet vekili bilen görüşken bulduk. Ulan ayeti yaxşı kütüvaldı, ayeti yaxşı anıldı. Bulup hazırki Xitay hakimiyetinin halkımızga hep beriyotgan irqiy qirg'inchilik siyosetini tushundirdik. Deganda Xitay bu Afrika devletlerine ayeti nurg'un mablag' silib ularni aldab biraz kallasını kaydırıp gitken. Biz bağlandık ki haqiqiy ahvolni tushungandan keyin bular maxsus o'tgan juma kunisi Janubiy Afrika parlamentida shu Uyg'ur meselesini muzokara qildi. Biz ko'rishgan partiya rahbarlari o'sha yerda o'tirib qo'ydi. Nayt yaxshi bir faoliyat bo'ldi. Demak, endi bundan keyingi biz faoliyatlarimizni faqatla g'arb dunyosidan qolmasdan şu Afrika devletleri ve Asya'daki Müslüman qarindosh devletler ve O'rta Asya'daki imkoniyatning bericha hammaga tirishib kuchimizning bericha harakat qilamiz. Janubiy Amerika devletlerida bu faaliyatlar davomlashyapti. Biz Xitoy hokimiyatining hozirgi raisi Xi Jinpingni bu Uyg'urlarga ilib borgan irqiy qirg'inchilik sababdan Xi Jinping ve başka bir kança Xitay rehberini Argentina mahkemesiga topshirgandik. Bu yerga berib bizning sobiq raisimiz bilan oliy maslahatchimiz Ömer Qanat efendim berib ikkisi qaytadan o mahkemeye bazı delil ispatlarını sundu. Şu şekilde manadan ondan keyin degandek biz faqatla g'arb dunyosida qolmay boshqa devletlerga içiliş, başka devletlerde mi faaliyet ettiriş bizden bundan keyingi hizmet planımız. Hoş hoş. Köp rahmet ama müşahede sizin bu cevabınızdan şundaq bir sual tug'ildi mening zihnimda hozir. Hakikaten deganimizdek qurultay g'arb dunyosini markaz qilgan shaklda kuchli faoliyat qilyapsizlar. Bundan keyin islom dunyosiga yuzlanamiz dedinglar. İslam dünyasıga mesela Türkiye başta Halkara Müşavir Türkistan Teşkilatlar Birliği Halk Diplomatiyası namıda yıllardan buyon İslam dünyasındaki faaliyetlerini güçlü şekilde her xil Ulemalar Birliği mesela sizin a'zo bunga. Bular güçlü şekilde qilyapti amaliyotda. Sizlarning bu İslam dünyasıga yuzlanamiz deyishinglar bu yerdagi mesela qilinayotgan hozir mavjud qilinayotgan xizmatni yetarli ko'rmaganliginglardanmi yoki başka bir sebep var mı? Bunun da biraz buna bir düşünce verir misiniz?
Yok, bu bizning Tashkilotlar Birligi va boshqa ba'zi tashkilotlarning olib berayotgan xizmatlari albatta yetarlik. Yaxshi, zo'r xizmatlarni olib bordi. Masalan, Malayziya, Indoneziya qatorliq davlatlarda va boshqa Hindistonlarda yaxshi faoliyatlar bo'lib o'tdi. Albatta uni taqdirlaymiz. Yani bunu biz bundan keyin endi bu Afrika va islom ellerida faaliyet yaparımız deganlik ular boshqa, biz boshqa shaklda mana yaparımız deganlik emas. Buni biz burun xuddi siz so'zlab o'tdingiz, biz burun buni xalq diplomasiyasi shaklda xizmat olib berishga buni biz planlagandik. Bu bir qancha burun. Bu planimizni degandek ma'lum sabablar bilan ishga oshirolmay qoldik. Yani bundan keyingi bilib mening vazifa o'tayotgan bu vazifa o'tash jarayonimda bu planimizni amalga oshirishga tirishimiz. Bu faaliyetlerini biz albatta Türkiye başta, Orta Asya ve İslam elleri bu devletlerge biz albatta birlikte hemkarlaşıp birlikte barımız. Albatta bu her birimiz ayrım ayrım bağlandın. Birlikte bağlılığımız bu albatta ularına ait yaxşı tesir berdi. Hem de ait küçük şekilde bağlan bolumuz. Yani birlik şekilde bizni görse ular texmi bizga bo'lgan istaşlıkı küçüydü deb qarayman. Şuna bundan keyingi faaliyetlerimizni albatta birlikte elib berishga harakat qilamiz. To'g'ri deysiz haqiqatan. Ko'p rahmat. Ba'zida bir tashkilot berib, masalan Turkiyadan deydi. Aqsdan bir qancha kundan keyin bir qancha kun ilgari keyin g'arbdan bir tashkilotning o'xshash davlatga o'xshash tashkilotlarga berib yurishi biz axborot sohasidagilarni ham xalqimizdan biroz beorom qiladigan masala yillardan buyon kelib chiqdi. Bu ishlar yuz berdi hamda. Balkim sizning davringizda bu ishlar o'zgarishi mumkin umid qilamiz. Hamda siz saylamdan keyin qilgan so'zingizda shunday bir so'zingiz bor. Bizning oxirgi nishonimiz Uyg'ur xalqining erkinligi va o'z taqdirini o'zi belgilaydigan hur va demokratik huquqini, shunday Sharq Turkistonning hurriyatini qo'lga keltirish uchun kurash qilish dedingiz. Hamda qurultay nizomnomasiga qo'shilgan ba'zi moddalar haqida so'z qildingiz. Buni ko'rmalarimizni biroz ochgan bo'lsa, qanday islohot olib bormoqchi qurultay nizomnomasiga qaysi tuzishlar kirgizildi yoki kirgizilmoqchi? Qurultay degandek bizning oxirgi nishonimiz xalqimizni mustaqillikka erishtirib davlatimizni qurish. Xo'sh. Albatta hammamizning o'rtaq nishonimiz bu. Mayli qaysi tashkilot bo'lsin, hammamizning o'rtaq nishonimiz vatanimizni ozod qilish, vatanimizni buzib mustaqil, hur, erkin bir davlatimizni qurib chiqish. Biz Dünya Qurultayı nizomnomasiga bu qatim o'zgarish degandek bir o'zgarishlar bo'lmadi, ammo ba'zi bir moddalarni qo'shgan bo'ldik. U bo'lsa-mu biz shu ish axloqi degan bir moddani qo'shdik. Endi bu modda nimani o'z ichiga oldi desangiz, bu shu da'voda xizmat qilayotganlar, bo'libmi shu qurultayning ichida xizmat qilayotganlar, vazifa olganlar bir-biriga qanday muomala qilish, bo'libmi ayollar bilan bo'lgan munosabatda qanday muomala qilish. Buni asosliq bir ayrim bir modda qilib qo'shdik. Chunki endi har qanday bir tashkilotda bunda bir nima bo'lish kerak ekan. Biz buni keyingi vaqtlarda his qildik. Bo'lmasa vazifa olganlar o'zaro munosabatda xato tushunish paydo bo'lib qolgan gap ekan. Shunga buni alohida diqqat qiladigan bir qancha moddalarni qatib, uni ayrim bir modda qilib biz nizomnomamizni qo'shdik. Ham bu nizomnoma bu qatim tasdiqlandi. Endi bu islohot deganimiz shu endi bundan keyingi islohot deganimiz hamda bu qurultayning rahbarlik hay'atida
çoğun özgürüş oldu yani. Gördüğünüzler. Xoş. Yeni rehberlik heyeti sayınıp çıktı. Yeni rehberlik heyeti de yeni yüzler oturgu çıktı. Yeni kişiler oturgu çıktı. Ve buların içinde yaşlı bulup köp sanlıklarını teşkil kıldı. Ve hanım kızlar köp sanlıkını teşkil kılgan oldu. Bu şekilde cemiyetinin her sahasından degandek bir birleşken her sahadan yetişip çıkan bir rehberlik heyeti o'ttirg'i chiqdi. Xoş. Faqatlam bir sahani temsil qiladigan kishilar bo'lmasdan bu qatimqisida bizning xalqimizning ya'ni vatanimizning butun sohalarini o'z ichiga olgan shundoq kishilarimizni tarkib topgan her saha erbablari bu rehberlik heyetiga kirgan bo'ldi. Bu bir islohot, yaxshi bir islohot bo'ldi deb qarayman. Bundan keyin albatta bizning butun xalqimizni o'rtaq temsil qilgan asosda davoni yana taxim yuqori pallaga ko'tarishimiz. Agarda o tuzilgan moddalar agar uzun bo'lmasa, faqat bir qancha modda dedingiz, agarda sanab o'tish mumkin bo'lsa, siz xohlasangiz agarda ko'rmalarimiz anglasa yaxshi bo'lar deb qarayman. Chunki bak ko'p moddalar kirgizilmagan bo'lishi mumkin. Siz hozir tasdiqlandi dedingiz masalan. Shuning uchun xohlasangiz masalan shu moddalar qo'shdik degan shaklda. Yuqoridan qisqacha deb o'tdim. Endi bu asosliq xizmat axloqi, ish axloqi degan bir modda sifatida kirgizildi. Buningda vazifa olganlar, ya'ni xizmat qilayotganlar bir-birisiga qanday muomala qilish kerak? Xo'sh, xo'sh. Bo'libmi ayollar bilan bo'lgan xizmatdoshlik munosabatlarga diqqat qilish kerak. Başkalarga hata tushuncha berib qolmaslikqa qattiq diqqat qilish. Gap so'z harakatda bir-birisiga sipoya shaklda adab axloq doirasida hem bizning diniy adab axloqimizga uyg'un, hem milliy urf odatimizga, milliy axloqimizga uyg'un şekilde bir-birimizga muomala qilganda bu ishlarga aytdi, bu masalaga aytdi diqqat qilish haqida moddalar unga qo'shildi. Buning ehtiyojli ekanligini, bu moddalarning muhimligini biz keyingi vaqtlarda his qilib yetdik. Shunga bu moddalarni biz qo'shdik. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi Turg'unjon, bu sizning hamda o'qish hayotingizdan boshlab qurultayning ichida vazifa olgan mazgillaringiz bo'lsin. Sizni kishilarning hammasi ham shu diniy sohadagi yetakchi sifatida bir olim deb tunib keldi va shunday xizmat qildingiz siz ham deb. Bu qatim ham hammamizga ma'lum ham qurultayning ichidagi bu yerdagi rahbarlarga qarasak bo'lmasan gapda. Masalan, Sharq Turkiston ulamolar birlikdagi yoki diniy sohada bak ching turadigan masalan, undaq fikirdagilardan ko'proq g'arbdagi musulmonlarning yashash shakli u bu narsaga qaraydigan, ham shu Turkiyada musulmon diyorida har qanday bir ish bo'lsa, inkoslardan qarasak g'arbda yashayotganlar bekrak islomni chuqur tushunmaganligi uchun har xil gaplarni qildigan kishilar jiqira ham deydi. Qurultayning ichida masalan sizning diniy kimligingiz sababli sizga masalan saylovdan oldi keyinda har xil bu odam bo'lsa qanday bo'ldi, u bu degandek gaplar bo'ldimi masalan? Buni biz bilgimiz bor. To'g'ri dedingiz. Endi men nomzodligimni e'lon qilgandan keyin qurultayning ichida hech qanday bir qarshilik bo'lmadi. Çünkü kurultaydagilar mening kimligimni to'liq tushunadi. Mayli vakillarimiz bo'lsin, mayli rahbarlik heyetiga bo'lsin. Hem mening kim ekanligimni, ya'ni diniy sohadan yetishgan bir siyosatchi ekanligimni hammasi bilgachga, menga qurultayning ichidagilardan bir qarshilik bo'lmadi. Zo'r ko'pchilik
qo'llab quvvatladi. Ba'zilar endi ansirashlar bo'ldi. Endi ansirash o tabiiy ahvol. Masalan biz g'arb dunyosida faoliyat olib berayotgan bir tashkilotga bir diniy sohadan kelib chiqqan birisining rais bo'lib qolishi bizning bundan keyingi g'arb dunyosida olib boradigan davomimizga bir to'sqinlik bo'lib qoladimi degandek bir ansirashlar bo'ldi. Ama o ansirashlar bu o'rinsiz bir ansirashlar. O keyingi vaqtlarda tushuntirilib o'tdi bizning sobiq muvaqqat raisimiz doktor Erkin Akram efendim ve bizning sobiq ijro komitetining raisi Ömer Qanat efendimlar bu vaqtda nayt yaxshi tushuncha berdi. Bu diniy sohadan kelib chiqqan birisining qurultayga rais bo'lib qolishi bilan g'arb dunyosi bizni tashlayotgan undaq ahvolning mavjud emasligi. Chunki qurultay demokratik shaklda faoliyat olib berayotgan o'zining rahbarlarini demokratik shaklda saylaydigan bir tashkilot. G'arb dunyosimi demokratiyani tashabbus qilib turib, qurultayda demokratik shaklda saylangan bunda insonlarni qabul qilmaymiz deyishi ularning prinsipiga uyg'un emas. Shuning uchun bir to'sqinlik bo'lib qolgan bir ahvol yo'q degan shaklda yaxshi ochiq tushunchlarni berdi. Endi bu degandek endi jamiyatda ba'zi bir insonlar endi biroz ansirash emas, qarshi chiqish shaklida mandaqcha aytgan vaqtida endi bunda bir insonning chiqib kelishi qurultayga bu qurultayni g'arb dunyosining qo'llashini olib qo'ydi deb hatto endi ba'zi kishilar bu degan bundaq radikal dinchi yoki terroristlar bilan nimasi bor munosabati degandek kichkina fasodlarni taqib tushdi. Uni balki Xitoyning qo'lin bo'lishi mumkin. Ama oğla ahırsda hemisi mağlup oldu. Halkımız elbette Müslüman halk, bir Müslüman halkka bir dini sahadan çıkan bir adamın bu Müslüman halkının bir teşkilatı rehber bu kalışı o bir gayet normal iş bu. Bunu bir ensireydiğen bir tarafları yok. Bizim qurultayning vakilleri bo'lsin, mayli bizning qurultayning ichidagi rahbarlarimiz bo'lsin, bütün sahani temsil qilayotgan bizning sabtoshlarimizning hammasi degidek meni qo'llab quvvatladi. Ammo sirtdagi ba'zi bir insonlar buni endi ba'zi nima bilmadim, biroz xo'sh oshirib o'tgan bo'ldi. Tanqidlashdan eshib biroz hakaretler oldu. Yani biz bu siyaset kirgendik onda gap sözlerge elbette anlap bu gap sözlerini anlap çekinip ketmeyimiz biz. Yani aldığımızda karar hizmetimizin davamlaştırıp bana verimiz. Hoş. Köp rahmet. Hem de turgunca şu saylam tükendiğin ki yıllam şu 4. noyabrdan başlaplam yuqorida muavin raislar bo'lsin sizlar qilib o'tgan. Shu tunji ziyoratinglarni, chet el ziyoratinglarni Meksika, Janubiy Afrikasi, Janubiy Afrikaga borgan bo'ldingiz. Bu yerdan boshladinglarmi? Buning bir alayda sabab bormi? Burun o'rlashtirilgan bir nimati shu vaqtda fikr olgan bo'lsangiz. Bu burundan uğurlaştırılgan, yani bu 8. qurultaydan burun planını qo'ygan bir ziyoratlar bu. Xo'sh, xo'sh. Janubiy Afrika ziyoratimi burun planını qo'ygan barimizda. O vaqtda ulgurmay qurultaydan keyingi vaqt qoldi. Nima Meksikami shu burun planlangan şekilde o qurultaydan keyin bo'ldi ama bu Janubiy Amerikadagi Argentinadagi sot işi bir qancha yil bo'ldi. Burun o başlangan sotdi. Bunun davamı şekilde manadı. Bunun bir alayda sebep yok. Bu kadar kısa fakat şu burunki planlangan hizmetinin devamı şekilde elip verildi. Hoş hoş. Rahmet. Körümümüzün birisi sizin qurultayning raisi bo'lgan Turg'unjon Alovdin apandiga zo'r utuqlar tilayman. Ulug' Allah kuch bersin deb inkas yozibdi. Endi haqiqatan shu
Bu tünügün e'lanını çıkargandım ben albatta körülmelerimiz men telefonum jimtomidi. Har xil savollarni o'zininki tushunchalarini bildiribcha sizdan so'rashim kerak. Nurg'un narsalar albatta vaqtim yetmaydi unga, lekin shu saylamdan burun buni hamda haqiqatan mening kallamda cho'ng bir savol ishorati bo'layotgan masala. Hozirgacha qurultaydan hech qanday bir bayonot berilmadi bunga. Qurultayning shu Bosniyada ochilgan yig'inga qurultayning sobiq raisi Rabiya Qadir xonim va Seytum Turk apandimniki Seytum Turk apandim o'zining sindi bildirdi bu namda. Qatnashni mehmon sifatida nomzod yoki u bu narsa emas, faqat mehmon sifatida qatnashni talab qilgan bo'lsak-mu, rad qildi. Buni sizlar millatga uchiqlashinglar kerak. Biz qurultayning qurg'uvchilari ham Rabiya Qadir xonim rais bo'lgan bir insonni sizlar qaysi sababdan chekladinglar berishimizni bu degandek gapni qildi. Hattoki uningdan ig'ir bo'lgani men sanab bera olmayman dalil isbot bilan. Qurultayning ichida ishlayotgan Xitoyga ishlayotgan 5 odamni sanab beraman degan gapni qo'ydim. Bu hargizmi kichik bir so'z emas, oddiy bir so'z emas qurultayga nisbatan. Bunga qanday tushuncha berasiz? Biz qurultayni echishni plan qilishdan burun, ya'ni 6 oy burun biz bu qurultayni ochilganligimizni e'lon qildik. 8-navbatlik qurultayning Bosniyaning poytaxti Sarayevoda ochilganligini va bu 8-navbatlik qurultayga vakil bo'lib qatnashadigan va yoki mehmon bo'lib qatnashadigan yoki kuzatuvchi bo'lib qatnashadigan kishilarning o'zini bildirishini bizga iltimos qilishini biz shuni o'tirib qo'ydik. Bu albatta normal bir ahvol. Har qanday bir tashkilot bir yig'in o'rinlashtirsa yoki bir faoliyat o'rinlashtirsa, oldin uni e'lon qiladi. Shu jarayonda o'zini ma'lum qilgan berishni qaysi shaklda mayli vakil bo'lib qatnashish, saylamga kirish, saylanish yoki saylash haqqini qo'lga keltirgan bo'ldi. Vakillikka iltimos qilib, vakillikka qabul qilinsa. Yoki bo'lmaydi, men faqat berib, saylamga qatnashib, ko'rib, o'shadagi faoliyatlarni o'z ko'zim bilan ko'rib, nima ishlar bo'layotganligini ko'rib kelsam degan manda maqsadda keldiganlar va ulug'imi bo'ldi dedik albatta. Ondan boshqa endi kuzatuvchi shaklda ba'zi tashkilotlarni da'vat qildik. Biz o da kuzatuvchi shaklda bir qancha tashkilotdan hay'atlar keldi. Ayt yaxshi bo'ldi. Endi biz buni e'lon qilgandan keyin bu yuqoridagi ismi o'tgan rahbarlarimiz hech qanday bir inkos yoki hech qanday bir nima bildirmadi bizga. Yoki borman, yo bormayman, yoki vakil bo'laman, yoki bo'lmayman, yoki kuzatuvchi bo'lib boraman degandek bir nimalar bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin bizmi o'zimiz shu bizga kelishni, vakil bo'lishni iltimos qilganlarning vakilligini qabul qilgan bo'ldik. Ondan keyin kuzatuvchi sifatida kelganlarning ismliklarini turg'izib chiqqan bo'ldik. Ularning talabiga asosan. Ondan boshqa mehmon bo'lib kelganlarnikini turg'izdik. Bu tutib hamma ish tayyor bo'lib, o'tal mehmonxonalar, hamma kun tartiblar hammasi tayyor bo'lib qolgandan keyin endi boshaq deganlar bo'ldi. Endi bu endi vaqt o'tib ketgandan keyin bo'lgan ishlarda endi u yerdagi o'tal, u yerdagi kun tartib, u yerdagi saylam jarayoni bu hammasi astin ustin bo'lib kelgan gap. Xo'sh. Endi to'pitlar bir qancha kun qolganda yoki bir qancha hafta qolgan vaqtida o'tirib chiqib men borman deyish endi u tozaligi nimaga uygun kelmagan holat shakllanib qoladi. Shunga endi ba'zi bir nima endi ba'zi qurultayning bundaq masalalarda faqat bir kishi yoki bir qancha kishi qaror bermaydi-ku. Buning rahbarlik hay'ati oldi bilan raislik bor. Bu raislik 9 kishidan tarkib topadi. Bu yerdami ovoz ko'pligi bilan qaror qilinadi.
Xo'sh. Ondan keyin icraî komiteti var. İcraî komitetimi ovoz ko'pligi bilan qaror e'lonladi. Endi bu masalada endi o'tirg'a bir mutlaq bir nimalar masala o'tirg'a chiqqan vaqtida bu muzokara qo'yilgan vaqtida ovoz ko'pligi bilan qaror qilingan bo'lg'achqa bu talablar shu raislikning ko'pchilikning qarori bilan qabul qilinmadi. Shunday bo'lgandan keyin endi uni bir shaxsga yoki bir qancha shaxsga otib ularni Xitoyning adami yoki bu deyish menimcha toza to'g'ri emas. Chunki har qanday bir masalada oldi bilan bu maslahat bilan istishora bilan ish qilish bu bizning dinimizning emri. Ondan keyin bu hozirgi xalqaro demokratik tuzumlardami albatta bu muzokara bilan bejirish bu har qanday bir davlatning, har qanday bir tashkilotning prinsiplari. Yani bunga uygun ish qilsak bo'lmaydi. To'p chiqib planlanib bo'lgan o'tirda qaror qilinib bo'lgan bir masalani, bir ishlarni biz to'pchilik o'zgartirib ondan bunday qilsak bu diktatorlik tuzumga aylanib qolgan bo'ladi. Shunga ba'zi ishlarda shunday nimalar yuz berdi. Qani bundan keyin bunday ishlarni bo'lmasligini orzu qilamiz. Xo'sh. Albatta normal shaxslar bo'lgan bo'lsa, siz yuqorida degan narsalar sizlar tushunmaydigan, bir emasdanga uzun yil qurultayning boshlig'i bo'lgan, raisi bo'lgan bir shaxs, yana bir muavin rais bo'lgan qurg'uvchilardan biri bunday bir ikki shaxsniki hamda sinliq videolik o şekilde chiqarishi haqiqatan xalqimizni biroz ayron qoldirgan nuqta. İkincisi bo'libmi aloqa buni surishti qildinglarmi masalan? Men sanab beralayman, isbot bilan, dalil isbot bilan, ikkinchi ko'zim ko'rinmadi degan bu so'z. Masalan, sizlar qurultayning rahbarlari Seytundur efendimni chaqirib, qani dalil isboting deb deyishinglar kerak bo'lgan masala mencha. Chunki bu qadar ig'ir gapki, bu normal bir gap emas mencha. O dalil isbotlarim bor, mening hammasini o'zining yuziga degan gap odatdagi bir gap emas chunki hamda bu. Masalan, bu so'zga 5 odam ishlaydigan degan gap, ya'ni bir odam emas hamda. Bu so'z haqiqatan ig'ir gapchi hamda. Siz buni hamda qanday qaradingizki bu masalaga? Endi o masalada mencha o to'g'ri emas albatta. Bundaq kesib aytish, bor deb aytish aniq emas. Endi gumon har odamda bo'lgan bir ahvol. Endi gumon bo'lsa, o boshqa masala. Kesib aytish mencha to'g'ri emas. Chunki dalil isbotsiz bir kimni qaralash bu ijtimoiylikqa va diniy axloqimizga to'g'ri kelmaydi. Agar unda isbot bo'lsa, uni o'tirib isbotlab, u kishiga ochiq o'tirib qo'yish kerak. Ammo bu masalalarda endi o'zining bilgini bordir. Buni so'zlayotganlarning mayli kim bo'lsin, o'zi endi nimani o'ylab shu so'zlarni qildi. Onu endi o'zi natijasini o'zi ko'ra, uning oqibatiga o'zi ega bo'lar. Biz qurultayning maqsadimiz biz faqatlam Xitoyga qarshi kurash qilish. Xalqaro sahnalarda Xitoyning hozirgi elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish choralarini tadbiq asosli nishonimiz bundan keyin vatanimizning zodi uzil-kesil mustaqil bir davlat bo'lmasa, bu Xitoyning hozirgi rezil siyosati bilan bu millatning bu tarixda dunyoga o'chmas tuhfalar yaratgan bu millatning bo'lib ketishi xatarning borligi, ya'ni Xitoy bilan hech bir zaman birga yashashning imkoni yo'qligi, shuning uchun bu davlatning, bu xalqning mustaqil yashashi lozim ekanligini xalqaro isbotlashga tirishyapmiz. Xitoyning har qanday bir xalqaro sahnalarda bu rasvo qilib shu ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini o'tirib qo'yib, Xitoyga qarshi kurash qilayotgan bir tashkilot. Yani biz bu o'zimizning ichidagi xalqimiz bilan
mayli kim bo'lsin talash tartish qilib polemik deymizmi Türkçe onu kirib jadal majra qilishga hech qanday vaqtimiz yo'q. Hozir bütün nişanımızı, bütün dava insanları mayli shaxsiy dava ilib berayotgan bo'lsin, mayli tashkilot sifatida dava qilayotgan tashkilotlar bo'lsin. Bütün Şarkı Türkistan teşkilatları, bütün Uygur teşkilatları hozirgi nishonni vatanimizni qanday qilsak shu Xitoyning mudhish qo'lidan changalidan qutqizib chiqa olamiz. Xalqimizni qanday qilsak ozodlikka erishtira olamiz. Xitoyning irqiy qirg'inchiligini qanday qilsak to'xtata olamiz degan masala ustida bosh qotirib shu yo'lda harakat qilishga, shuning uchun kurash qilishga bütün vaqtini sarf qiladigan vaqt hozir. O'zaro undaq talash tartishlarga vaqt sarf qiladigan o davr o'tib ketdi. Hozir Xitoyning ilib berayotgan siyosati nihoyat vahshiy. Sizlar yaxshi bilasizlar, bo'libmi media xizmat qilayotganlar. Buni biz his qilyapmiz. Xitoyning maqsadi butunlay Sharq Turkiston xalqini yo'q qilib o'tish, u ya'ni abadiy abad Xitoy tuprog'iga aylantirish. Buni Xitoyning bu rezil maqsadini hammamiz har qanday bir Sharq Turkistonlik bilish kerak. Vaqtini bo'sh ishlarga sarf qilmaslik kerak. O'zaro talash tortishga sarf qilmaslik kerak. Butun nishonni Xitoyga qaratish kerak. Shunga biz burunbo shunday qilib kelgan, butun nishonimizni Xitoyga qarshi kurashga qaratib kelgan. Bundan keyin bu nishonimizni Xitoyga qarshi kurashga qaratimiz, davomlashtiramiz bu kurashimizni. Xo'sh. Köptün köp rahmet. Ben bunun bilen küpayilnay körülmelerimizden ki bizden sorğan. Beşçik uşak çiçek nurgun burunqu meselemi onun ammesine sorğum yok. Amdım uşu. En yeni ve biraz ciddi mesele oğallık için bunu soraşqa mecbur oldum. Cevabını ba'diniz elbette. Qalğanlarını özü biləmdi bula. Bu meseleni oturup qoyğanlar. Amdi turğun janabım uşu Sabiq Reis Tulqun İsa efendim Türkiye'ye kirişi çeklengen bir kişiydemdi. Eskatum kap mükerremmey qaytqandı. Qurultayın bundan keyin hem de elbette sizin onda bir çekliminiz yok. Türkiye de mesela bunu diken özünüz şahsen kelip bunda faaliyet orunlaştırış, siyaset qilish. Unda bir xiyollarınız bormi özünüzniki bundan keyin? Elbette endi bunu tirishimiz. Mayli Türkiye'deki mevcut teşkilatlar bilen hamkorlik asosida hep baradigan faaliyetler yoki ayrim organlar bilan ko'rishadigan yoki siyosiylar bilan ko'rishadigan şekilde faaliyetimizni imkoniyatning yetishicha davomlashtiramiz. Bunga menimcha Türkiye hükümeti bundan keyin belki bu işlerga asta yol koyar deb o'ylayapman. Çünkü endi degandek Tulqun İsa efendim Xitoy o'z vaqtida terrorist tizimdagi ko'rgizib qo'yib shuning qarshisi bilan to'sqinlik uchrab, endi gerçi G'arb davlatlari uni bekor qilayotgan bo'lsa-mu, endi ba'zi o'zimizning qarindosh davlatlar buni hozirgichlik bekor qilyapmadi. Bu şurada turvatıda inşallah onu bir bekar kıldırışkı bir hareketini kılamız dep oylayaptım. Türkiye'deki kardeşlerle birlikte, Türkiye'deki teşkilatlarla birlikte bunun bir yolunu menişka hareket kılımız inşallah, yolunu içişka hareket kılımız. Elbette biz Türkiye bizim kardeş devlet, kardeş halk, kardeş dindaş halk. Biz Türkiye'nin elbette köp işlerini Türkiye'de kırgımız var ama imkaniyetin yetişeceğinde Türkiye'nin menfaatiga keladigan ba'zi bir nimalar bo'lib qolsa, endi u vaqtida Türkiye'nin rahbarligi tutib turinglar degan bo'lsa, unga boshqa chora yo'q turibmiz. Ama imkoniyat doirasida biz dünyanın nerede olsak şu turvatkan devletimizin imkaniyeti, şu bizge bergen imkaniyeti
ichida ish qilamiz. Nisbatan biz o davlatlarning manfaatiga zid keladigan, manfaatiga ziyon yetadigan şekilde biz faaliyet yapamayız. Sonra Türkiye'nin bundan keyin belki bizning elib borgan faoliyatlarimizga eshiklarni ochib berdiganligiga ishonamiz. Chunki Turkiya bizning qarindosh davlatimiz, qarindosh xalqimiz. Xo'sh. Ko'p rahmat. Program vaqtimizmi oxirlashib qoldi. Oxirida xalqimizga deydigan so'zingiz bo'lsa, shuni bilan tugatgan bo'lsak. Xalqimizga deydiganim biz albatta bu vatan mustaqillik uchun kurash qilyapmiz. Hammamizning orzusi vatanimizning erkin, ozod, mustaqil bir davlat bo'lishi va shu davlatimizga o'zimiz xo'ja bo'lib, o'zimiz mustaqil shaklda yashash hammamizning orzusi. Shuning uchun hammamiz bu nishonga yetish uchun kurash qilaylik. İmkanımızdan yetişçe mayli qo'limizdan nima kelsin, bütün sohalar birlashgan asosda. Chunki bu biz bütün bir millat. Biz Uyg'ur xalqi tarix yaratgan, tarixda nurg'un davlatlarni qurgan bir millat. Bu millat bundan keyinmi albatta bu o'zining mustaqil davlatini quralaydi. Bunun işinimiz inşallah Allah'ımı bizge bir günü bu müstakil devletimizni nasip kıldı. Şunun için hareket kılatımız. Çünkü halkımız bu işençsizden ayrılıp kalması gerek. Elbette bu müstakillik nişanımızga yetirdiğinliğimizga işinişimiz gerek. Ve şu yolda hemmimiz her sahadakiler meyli ziyaliler olsun, meyli dini sahadekiler, meyli ticaretçiler olsun, meyli başka her kandak sahadım olsun, bu hemmimizin ortak vatani, hemmimizin ortak yurti. Bunun için hemmimizin bu devletimizde hakkımız var. Çünkü bu hakkımızın kolu keltiriş için hemmimiz birlikte, bir nişan, bir maksatta kuraş kılışımız gerek. Endi manga yolumuz farklı buluşu mümkün. Ama ortak nişanımız bir iken elbette biz özara ihtilaf, özara kilişenmezlik, micaz hulkumuzun birbirimizle kilişenmezlikini bir tarafa qarab koyup, bütün nişanımızı vatanımızın müstakilliği, hazırki halkımızın beşiği kelgen bu irqiy qirg'inchilikdan ibaret Xitoyning bu siyasetini to'xtatish, Xitoyni shu vatanimizdan qo'llab chiqarish, vatanimizdagi shu qon qistasimizni Xitoydan elish. Buni maqsad qilgan asosda hammamiz o'rtaq kurash qilishimiz kerak. Shunga xalqimizni bir bo'lishga, birlik bo'lishga, qarindosh bo'lishga chaqiraman. Chunki birlikda biz bir bo'la olsak, nishonimizga yeta olamiz. Hammamiz o'zimiz bilgan yo'lda ketaversak, vaqtida birlik bo'lmay qoladi, kuchimiz ojizlaydi. Shuning bilan biz nishonimizga yeta olmaymiz. Shunga bu birlik bo'lish ham biz Uyg'ur millatining tarixiy an'anasi, birlikda yashagan vaqtida davlatlarni, hatto imperatorliklarni qurib yashadik. Bilinib ketganda shunday ahvolga tushib qoldik. Buni xalqimiz yaxshi tushunishi kerak. Shunga eng muhim bo'lgani birlik. Birlikda ish qilishimiz kerak. Birlik bo'laylik. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Ziyoratimizni qabul qilib, nihoyat yaxshi javob berdingiz. Alloh razı olsun. O'sha yerda oxirlashtiradi programmamizni. Sizga ko'p rahmat va Istiqlol akibag'ima ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi qo'ldan programmani ishlayapsizlar. Alloh taxmin yaxshisini qilishga muvaffaq qilsin. Rahmat. Amin. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi bu alayda programmamiz Dünya Uyg'ur Qurultayining yangi saylangan raisi Turg'unjon Alovuddin bilan nihoyat yaxshi o'tkazildi deb qarayman. Javoblarni nihoyat samimiylik bilan javob berdi. Qolganini albatta millatimiz baho berdi, albatta oxirgi bahoni. Albatta biz vatan uchun
Şarkı Türkistanımız üçün yuqorida so'zlab o'tilgandek xizmat qilayotgan, samimiylik bilan xizmat qilayotgan bütün mayli nada bo'lsin, kishilarimizning, tashkilotlarimizningki xizmatiningki utuqliq bo'lishini, nurg'un go'zal ishlarni ro'yobga chiqarishini umid qilamiz, mayli kim bo'lsin. Qolganda albatta nurg'un fikr o'xshamasliklari har xil so'zlar bo'lib turadi. Lekin millat bo'lish sifatimiz bilan mana shunday nada faoliyat qilayotgan bo'lsa, shularni pat-pat ekranga taklif qilib turib, ularning fikrini, xalqimizningki bilmoqchi bo'lgan, so'ramoqchi bo'lgan savollarni so'rab berish bizning majburiyatimiz. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni xayrli ishlarga muyassar qilsin deb tilaymiz. Allah ömür bersə, yana bir qadimlik söhbətdə başqa bir temada görüşkəcə aman bo'lgaysizlar. Assalamu alaykum va rahmatullahi ta'ala va barakatuh.